Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda namaz hakkındaki mezmunlarını okuvatkan. Bugünkü babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh şunaqdaydı. Namaz okuğa vaqtida kiyim bilen okuş, yani evretini yapqıdak kiyim bilen okuş vacib degan bab haqida. Bu haqda Qur'oni Karimdan dalil qilib Allah subhanahu ve taala şunaqdaydı. Her namaz vaqtida yoki her namaz o'qiydigan vaqtinglarda sizlarning kiyiminglarni kiyinglar dedi. Bu yerda kiyimni ziynat degan ma'noda olgan. Chunki kiyimning o'zi ziynat degan go'zallikningki sababchisi. Hamda yana shundaqla bir kiyimda namoz o'qib, yo'ginib namoz o'qigan odam haqida Salamat ibn Akva degan sahobadan bayon qilinib, Peygamber aleyhissalatu vesselam şunak degan ekanda, birli kiyim bilen yo'ginib, bu kiyim qanday degan vaqtida bu shu İranlıqlarniki yoki shu Arab dunyosiniki bir tonu va uzun tugmisiz shunday kiyimlarida raq shaklida hamda. Shunda namoz, shunda kiyimda namoz o'qigan odamga qarata Peygamber sallallohu alayhi vasallam uni bir tikkanni tugmi qilib bo'lsa-mu, tugmi qadib oladi degan. Ochiq qaz bo'lmaydi demoqchida. Bu hadisga isnodida biroz masala va deyilibdi. Undaqda yanala İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi shunaq deydi. Ayollik munosabat o'tkazgan kiyimda namoz o'qigan kishi haqida uningda bir nijosatni ko'rmagan bo'lsam bo'ladi demoqchi. Va shundaqda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki Baytullohni tavob qo'ysanglar bo'lmaydi yalang'och deyish orqali, ya'ni kiyimni shart qilganligini namozda, tavobda İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi bu yerda ishorat qilib o'tyapti. Bu 351 numaralı hadis. İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi bu hadisda bizga Musa ibn İsmail degan kishi so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Musa ibn İsmail Tabuzaki nomi bilan boshida o'tgan. Bu kishi İmam Buxoriy rahmetullahi alayhiniki buyuk ustozlarniki biri. O'zini mazmut, ishonchlik degandek nomlarga erishgan buyuklarniki biri. Bu kishi haqida hamda hadis ulamolari asosan yaxshi baholarni bergan. Rostchil, ishonchlik zot degandek baholarni yog'dirib o'tgan. Bu odamniki ustozlari bilan aytdi ko'p va Zohib ibn Abdullah degan Hammad ibn Salama degandek kishilar boshda o'tganda bularning tarjimalarida. Bu kishining hamda shogirdlari ichida mesela İmam Buxoriy shogirdi, İmam Abu Davud Sijistani shogirdi, Muhammad ibn Yahya Az-Zuhali shogirdi. Bularning hammasi ayni davrdagi shu nayt dangliq buyuk muhaddislarniki biri. Hamda bu Musa ibn İsmailniki hadis ilm jihatda ko'rsatgan tuhfalari qatorida Abu Davudning o'zida 292 dona hadis bor. İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi Sahih Buxoriyda 253 dona hadisni mush odamniki nomida rivoyat. Demak, islom dunyosida shu ilm ma'rifat uchun bo'lib hadis ilmini qo'shgan tuhfasi nayt zo'r deyishki bo'ldi. İmam Tirmiziyda 4 hadisi bor degandek. Bu kishi deydi bizga Yazid ibn İbrahim hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Hamda Yazid ibn İbrahimga kelsak, Yazid ibn İbrahim Tasturi al-Basri nomi bilan mashhur. Chunki shu Iroqniki Basra yurtidan aytdi. Ilm ma'rifatlar shug'ullangan buyuklarniki biri. 161-yillar atrofida o'lib ketgan. Bu odamni ham ulamolar aytib mazmut ishonchlik odam deb hadis ilmidagi bu buyuk nomlarni bergan. Nurg'un ulamolar bu kishiga aytib yaxshi ijobiy baholarni bergan. Asosan bu baholarning ichida bu kishiga ishonchlik ekanligi xotirlangan. Hamda bu kishiniki hadis ilmi qo'shgan tuhfasi qatorida Sahih Buxoriyning o'zida mush odamdan rivoyat qilingan 6 dona hadis bor. Sahih Muslimda 3 dona hadis bor, Tirmiziyda 3 dona hadis bor. Abu Davud rahmetullahi alayhiniki Sunanda 2 dona hadisi bor. Sunan Nasaiyda 2 hadisi bor. Demak, bu odamning tuhfalar qatorida mushular bayon qilingan. Hamda bu odam Muhammad degan kishidan rivoyat qilyapti. Hamda bu Muhammad kim degan vaqtida Muhammad ibn Sirin, Ibn Sirin nomi bilan mashhur bo'lgan. Basrniki dangliq buyuk ulamolarniki biri. Bu kishiniki tarjimalar boshida o'tgan. Bu kishining oilasi bir ilm ma'rifatga to'lgan bir oila. Och singillardan tortib, akfulardan tortib hammasi asosan bular bir muhaddis oila. Bu kishining tarjimalar o'tgan. Shuningdek Ibn Hajar rahmatullohi alayh bu kishini sifatlab obid,
qadr qimmati nayt zo'r bo'lgan ishonchlik buyuk zot deb shundoq degan. Ham shundoqla hadisni rivoyat qilgan vaqtda bu odam shu hadisni asosan nas bilan matn orqali rivoyat qilgan. Rivoyat ma'no shaklida rivoyat qilmagan ekanda, ma'nosini qanday kelgan bo'lsa shulardan sahobalardan yoki boshqalardan shu bitta rivoyat qilishni, hadis rivoyat qilishning yo'li deb qaraydigan kishiga. Shunlashqa imom Zahabiy rahmatullohi alayh katta shon shavkatlik buyuklarniki kattalarning biri. Hujjat xarakterlik ishonchlik ulama. Ilmi nihoyat mo'l bo'lgan, taqvo, nom shuhrati keng dunyoga taralgan deb mana sifatlagan hamda shunlar. Bu kishi bu jihatda hamda tabiinlik subti bor. Chunki bu odamniki ustozlari Abu Hurayra, Anas ibn Malik qatorliq buyuk sahobalar bo'lgan. Undan boshqa bir qism tabiinlarni o'qigan. Endi bu odamniki shogirdlari haqida nurg'un shogirdlar bayon qilgan. Shunchalik to'xtalamiz. Bu kishining hamda hadis ilmida qo'shgan tuhfalar qatorida Sahih Buxoriyning o'zida 91 dona hadisi borligi xotirlangan. Sahih Muslimda 96, Sunan Nasai'da 94, Sunan Abu Dawudda 60, Sunan Tirmizida 45 dona hadisi var. Hatta Muvatta İmam Malik'da 5 dona hadisi bayon qilgan. Demak bu kishiningki shunday nihoyat zo'r tuhfalar qatorida bu bayon qilgan. Bu kishi Ummatiyya degan kishi rivoyat qilyapti. Ummatiyya degan kishiningki tarjimonini biz boshda dedik deymi. Nusayba binti Ka'b nomi bilan mashhur bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nihoyat zo'r yer yo'lakda bo'lgan onamizning biri. Yani büyük sahabeler qatoridagi büyük bir ana bu. Hijriya 70-yil atrofida o'lib ketganlik xotirlangan. Bu ayol shu ayol sahobalar ichida asosan ko'p qirliq ayol. Ko'p ishlarni qila oladigan, jihatlarga qatnashib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan tang hamdamda bo'lib urushlarda kasal davolab, urushda yaralangan, g'azotda yaralangan yardalarni davolaydigan, hatto Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qizi o'lib ketganda uni yuvish qatnashgan. Demak, qo'lidan nihoyat zo'r yaxshi ishlar qiladigan bir buyuk onlarniki biri. Shunlashqa Basrdagi tabiinlar mush ayoldan meyitni qandoq yuvish, musulmonlar mush meyit yuvish qoida usullarini mush ayoldan o'rgangan. Bu onamiz haqida hadis ilmi qo'shgan tuhfalar qatorida Sahih Buxoriyda 31 dona hadis bor xotirlangan. Sunan Nasai'da 22, Sahih Muslimda 21, Abu Dawudda 17 dona hadis var. Sunan Tirmizida 4 dona hadis bor xotirlangan. Bu ayol deydi: biz hayzlarlarni hayit namozga birga ep chiqishga buyurilgan edik deydi. Shundaqlar romanlik qizlarimizdan birga elib chiqishga buyurilgan edik deydi. Payg'ambarimiz burayda bu odamda. Romanlıklar degani shu balog'atga yetgan, to'y qilishga yetgan qizlarni ko'rsatdi. Bu qizlar yoki ayollar musulmonlarning bu kollektiv faoliyatlariga hozir bo'ladi. Bularniki turli bu ishkaytdan iborat chaqiriq da'vatiga hozir bo'ladi ular deydi. Ammo namoz o'qiydigan vaqtida namozxonadan hayzlar ayollar sug'urilib chiqdi desapti. Namoz o'qimaydi. Bir ayol deb qoldi-da, "Ya Rasululloh, bu bizningki birimizning bunda jilbobi yo'q, ya uzun kiyimlari yo'q" deydi. Qanday qiladi? Payg'ambarimiz burvatida hatto shu hayzlar ayollar zot qizlar ayollar hammang chiqqanlar ishga namozga deb Rasululloh buyruq qilyapti. Buyruq qilgandan keyin ma ayol so'rayapti. U vaqtdagi sahobalarning turmushi nihoyat g'urgul, bir kambag'alchilik qoplab ketgan umuman ilib aytganda. Bu ayol deyapti, "Buning kiyim bo'lmas qanday qildi?" dedi. Kiyim yo'q ayol shu uyda o'tirgan gapda ayni vaqtida. Uzun kiyimi taloq chiqqan vaqtda avratlarni yopilgan. Payg'ambarimiz shu vaqtida boshqa do'sti o'zining jilbobini kiydirib qo'ysin, oriyat olsin demoqchi. Oriyat ilib bosim chiqsin namozga, ayt namozga dedi. Abdullah ibn Raja degan kishi shunday deydi. Bizga Imron hadis so'zlab bergan edi. Imron deydi bizga Muhammad ibn Sirin hadis so'zlab bergan edi. Muhammad ibn Sirin deydi bizga Ummu Atiyya hadis so'zlab bergan bo'lib, Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan mushnima anglagan edi deb shunaq degan edi deydi. Bu hadisniki sharisi mazmunlari boshda bir oz o'tgan. Boshda bir kitobi g'uslug'i deyman yoki tayammumdimi?
Chiqib umuman boshda o'tgan bu hadis. Bu hadis haqidagi bir qism mazmunlar boshda o'tgan. Lekin bizga bu yerda mo'yin bo'lgan nuqta nima degan vaqtida ayollarning shu avratlarini yepib namoz o'qishining shart ekanligini bildiryapti bu yerda. Shunashqa namozga chiqqan vaqtida o'ziniki boshqa ayollar o'zining jilbobini uzun kiyimlarini berib tursin demoqchi. Ham undan boshqa bu hadisda aytib nurg'un mazmunlar bor. Masalan, jumladan haydar ayollar masalan Allohni zikr qiladigan subhanalloh alhamdulillah deydigan bu zikrlardan to'solmaydi, cheklanmaydi. Umuman ilbitqa vaqtida musulmonlarningki o'rtaq kollektiv faoliyatlari qatnashib bo'ldi. Ilm so'rinlari, zikr so'rinlari o'xshash masalan. Lekin masjidda emas, uylarda bo'ladigan bitta so'rin qatnashib bo'ldi degan bo'ldi. Uningdan boshqa masalan avrat yepish masalasi. Bu masalani bu yerda aniq qilib bayon qilingan. Bugungi dars mishadi bo'g'ay, mishagchi bo'g'ay. Va sallallohu. Bugungi darsimiz mishagchi bo'g'ay va sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va